Jasmin tanib bo'lmas holatda qamoqda bir teri bir suyak bo'lib qoldi. Bugungi videoda internetni larzaga solgan kadrlar va xabarlar haqida gaplashamiz. 20 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Jasminning qamoqxonadagi holati ko'pchilikni shokka tushirdi. Jasminning qamoqxonadagi so'nggi holati haqida shoshilinch xabarlar. Uning ozib ketgani va tinmay yig'layotgani aytilmoqda. Eng dahshatlisi, uning erkaklar qamoqxonasida ekanligi haqidagi mishmishlar qanchalik asosli. Hech kimning boshiga bunday kun tushmasin. Bir paytlar hamma tanigan Jasmin bugun qamoq devorlari orasida azob chekmoqda. Tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, u tanib bo'lmas darajada o'zgarib ketgan. Videoda javob olasiz. Jasmin nahotki erkaklar qamoqxonasida saqlanmoqda? U nima uchun bu darajada ozib, bir teri bir suyak bo'lib qoldi? Ko'zlari kirt bo'lib ketgan Jasminning yig'isi va pushaymonligi. Ushbu 20 yillik jazo qanchalik haqiqat? Bu videoni ko'rish og'ir bo'lishi mumkin. Barcha tafsilotlarni video davomida ko'ring. Inson adashsa, uni shunchalar azoblash to'g'rimi? Obunachilar tomonidan hali hamon qiziqib so'rilayotgan mavzu, ya'ni Jasmin laqabi bilan Instagramda tanilgan bloger Muzaffar Rahimov haqida quyidagilarni ma'lum qilamiz. Ayblanuvchilar Muzaffar Rahimov, Jasmin laqabi bilan Instagramda tanilgan bloger Malohat Rahimova, Kristina Rahimova, Kamila Raimova, Instagramdagi laqabi Esra Aylin. Savol: qanday moddalar bilan ayblanishmoqda? Turkiya Jinoyat kodeksining quyidagi moddalari bilan keltirilgan: 186, 187, 193 sog'liqqa xavfli dori ishlab chiqarish va sotish, zaharli moddalar aylanmasi, 227 fohishalikka jalb qilish, 134, 136 shaxsiy ma'lumotlarni yozib olish va tarqatish, 106, 107 tahdid va shantaj, 123, 123A ta'qib qilish va tinchlikni buzish, 125 haqorat. Shuningdek, jinoyatchilar internet orqali fohishalikni yoyish, shu yo'l bilan daromad olish, shaxsiy ma'lumotlarni e'lon qilish, jabrlanuvchilarni qo'rqitish, urish yoki jarohat berib kelishgan. Bu ishlar jinoiy guruh tomonidan sodir etilgan. Ular faqat soxta dorilar emas, fohishalik bilan ham shug'ullanishgan. Instagram sahifalari orqali odamlarni ishonchiga kirib, aldab, tahdid qilib kelishgan. Jinoiy guruh 5 kishidan iborat bo'lganligi uchun sud hukmi 6 oydan 2 yilgacha cho'zilishi mumkin. Muzaffar Rahimovga esa moddalar ko'pligini hisobga olib taxminan 15-20 yil qamoq jazosi berilishi